Men bu kiyimni kiymayman. Nima kiymaysan? Rangini qara, qayerdan kiyaman? Nima qilib turayinga zo'r, qora qarbitasini bitta-bitta yig'ib chiqqan bo'lsak. Yoqmayapti, kiymayman. Kiyasan. Men xafa qilmoqchi bo'lmasang kiyasan. Kiymayman. Kiyasan dedim. Kiymayman. Kiymaysanmi? Yo'q, kiymayman. Kiymasang yo'qol. Va, iPhone 7mi? Ha, 17. Oyim sovg'a qildilar. Zarina, senga rosa havasim keladi, oying shunaqa sovg'alar olib beradilar. Men esa senga havasim keladi. Nimasi yoqmadi o'sha kiyim? Bironta yoqadigan joyini ko'rdingmi? Rangi ham trendda bo'lsa. Yana trendmish. Hammasini bitta-bitta yig'ib chiqqanman. Shuncha narsani yig'ib zararmi? Hanima, endi shu bahona ajralib ketasizmi? O'zing bilan yarashmoqchimisan? Jasur, yaxshimisan? Senga bitta taklifim bor. Yaxshimisan? Gapir. Keyin ikkalasini yarashtirib qo'yaylik. O'zim ham senga shuni taklif qilmoqchi edim. Keyin bitta plan tuzamiz. Qanaqa? Ketdi yo'lda aytaman. Umida Zarina qani? Tartibida o'tiribdi. Plan o'zim tuzgan bo'laman. Xavotir olasan, olib tushaman. Tezroq olib tushgin, bir amallab. Alina so'radi. Ali ko'chada tap-tayyor takoy, kuyov bola chiqib qo'ydim buni. Hop, olib tushaman. Nima kerak bor edi mana shuni? O'rta jinnimisan? Bugun 14-yu, yarashib olasizlar. Bizani yarashishimizga Zahiriddin Muhammad Bobur tug'ilgan kunning nima aloqasi bor? O'rtoq, bobom davrida yashayapsanmi? 14-fevral, sevishganlar kuni. Bu tezroq podarkani tayla. Tayyormani? Ana kelyapti. Tayla tezroq, tayla podarkani. Tayyor. Yurgin. Nima bo'pti uyda? Hech nima bo'lmayapti. Nima bu? Zo'r narsa. Buni mana limon choy ichasan, bundoq bosib qo'ysang, o't sovutib beradi. Nima olding buni? Bugun Zahiriddin Muhammad Bobur tug'ilgan kuni o'shanga. Qanaqa 14-fevral, sevishganlar kuniga? Ha, o'shanga. Menga olding buni. Ha? Men senga podarka olmagandim. Nechomanda ikkinchisi bor? Ikkalamizga bir xil. Rahmat. Zara? Чего печалишься ты? Ведь сейчас пацаны просто так без любви дарят дамам цветы.